Xullas qarindoshlar, Xitoyda shunaqangi katta qo'llar ko'tarib turgan ko'prik bor ekan. Ko'prikning shundoqqina tepasida esa siz bilgan Kung Fu Pandaning nefrit saroyi joylashgan ekan. Voy, bu saroy rostakasimiga bor ekan qarindoshlar. O'xsharmikan a? deb turib, aynan mana shu ko'prikka sayohatni boshlavordim qarindoshlar. Bu ko'prik shunaqangi balandda joylashgan ekanki, bu ko'prikka chiqish uchun ikkita shunaqangi mototsiklchi bilan ancha masofani bosib o'tdim qarindoshlar. Undan ham balandiga esa mototsikl bilan emas, shunaqangi o'tirib olib chiqadigan eskalatorda chiqar ekan deb qarindoshlar. O'tirar ekansizlar, o'zi olib chiqib qo'yar ekan. Mana shundan dumalash haqida o'ylab ko'ringlar qarindoshlar. Eson-omon eskalatordan chiqib oldim va nihoyat ko'prikka keldim desam, qatta hali ko'prikkacha ancha-muncha zinalarni bosib chiqishim kerak ekan. O'rmonning ichidan olib o'tgan zinalardan qanday qilib chiqqaningizni bilmay qolasiz qarindoshlar. Atrof juda ham go'zal. Zinalardan charchab, endi men u yog'iga chiqmayman deb turgan joyimda, undan ham balandroq joyga chiqish uchun qarindoshingiz shunaqa bitta dona turbani ustida yuradigan mashinacha ustiga chiqib o'tirib oldi. Mashinacha esa 120 kilolik qarindoshingizni bir dona turbani ustidan shunaqa tepalikka qarab olib chiqib ketyapti. Har bitta qarindoshim mana shu go'zallikni o'z ko'zlari bilan kelib ko'rishlari kerak. Mashinachalar bizani shunday qo'lni uchiga olib chiqadi desam, qatta qo'l qanchalik balandda uzoqdaligini ko'ryapsizlarmi? Lekin mashinachaning ustida shunaqangi mazza qilib kataysa qildi. Qarindoshlar, Xitoyga qilgan sayohatim birgina videoga sig'madi. Videoni davomi sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus qoldiring. Men esa davomini chiqaraman.